Katta oilalar uchun to'yimli, mazali bo'lib chiqadigan nonushta retsepti bilan bo'lishaman. Buning uchun xolodilningizda bor qatiq va kefirlardan foydalanishingiz mumkin. Manda Pure Milk'ni immunitetiga boy kefirlaridan soldim. Tuz, shakar, yarim choy qoshiqda chayni suvda solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir dona tuxum solib, yumshoq xamir bo'lguncha un solamiz. Xamirimiz biroz qo'lga yopishadigan bo'ladi. Tindirishga olib qo'yamiz. Bu orada men kartoshkalarni qaynatib qo'ygan edim. Kartoshkamizni ezib olib, Pure Milk'ni vaqt sinovidan o'tgan Samarqand sirlaridan qo'shamiz. Sirlarimizni qirg'ichdan chiqarib olib, aralashtirib olamiz. 5 ta qismga bo'lib olamiz. Dam olgan xamirimizni ham 5 qismga bo'lib, zuvalachalar yasab olamiz. Har bir zuvalamizni yoyib olib, ichiga nachinkasini solib tugib olamiz. Biroz tindirib orqa tarafini o'giramiz va yupqa qilib yoyib olamiz. Qizib turgan quruq tavada ikkita tarafini aylantirib, o'rtalovda pishirib olamiz. Xamirimizni kefir yoki qatiqdan tayyorlaganimiz hisobiga tezda pishadi. Issiq holatida ustiga sariyog' surtamiz. Pishloqli kartoshkali bo'lgan mazali nonimizni bemalol kesib dasturxonga uzatishingiz mumkin.